Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Mana bugun 6-iyun sanasida biz do'konimizdagi bor tovarlarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchi bo'lib manzilimizni tushuntirib o'tsak, e, manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani markazida joylashgan. Boboshbek savdo do'koni, Boboshbek savdo kompleksi oldida joylashgan. Yangi bozor Qo'qon tarafdan kelishda yo'limizning chap tarafida keladi. Yangi Qo'rg'on tarafdan kelishda esa yo'limizni o'ng tarafida keladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yer Boboshbek savdo majmuasi, Boboshbek ishlab chiqarish va savdo kompleksi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu yonginasida joylashgan Zamin savdo markazi. Mana do'konimizda shu labolarimiz ham bor. 1 tonnali, 500 kilolik, 400 kilolik, 700 kilolik motorollerlarimiz bor va har xil turdagi skuterlarimiz bor. Mana bu yerda bizni 400 kilolik motorollerimizdan boshlasak tanishtirishdi. Eng birinchi bo'lib Durango modelimizdan boshlaymiz tanishtirishdi. Rustamjon, shu modelimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Zamin savdo do'konimizda barchalarni ko'rganimizdan xursandmiz. Islom aka, bizda mana shunday 3 g'ildirakli 300 kilodan to 1 tonnagacha modellarimiz bor. Shularni bugun chiroylab obunachilarimizga yetkazib, tanishtirib beramiz. Videoni boshida aytib o'tamiz. Xato kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. To'liq ma'lumot uchun ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqishaveradi. Hop, bu modelimiz 300 kilolik model, 400 kilolik model hisoblanadi. Balon razmerlarini bitta ko'rsatasiz mana. Balon razmerlarini bitta ko'rishsin obunachilarimiz. 375 ga 12 razmerda. Akkumulyatorlari 5 ta 53 li akkumulyator qo'yiladi. Oldi orti chiroqlari ham qo'shimcha chiroqlar 4 tadan mana. Asosiy chiroqqa 4 tadan mana. Mokri rangidan bor, hozir bizda qora rangidan ham bor. Hozir qora rangga dashmasa tugab qolibdi, mokri ranglari mavjud mana. Ichki mexanizmni ko'rsatib qo'yasiz, amortizator rusollarni ko'rsatib. Resorli ham amortizatorli variantda. Motor miyalari 1000 voltli bularki. Motor miyalari 1000, amortizator sollari bor. Akkumulyatorga asosiy tokka keladigan nimadan ключаторlari ham mavjud. Oldilarida audio qismlariga mana mikrofonlari bor. Bemalol fleshga chiplar tushadi. Telefon zaryad qiluvchilari mavjud. Telefon postavkalari bor. Mana shu holatda, chiroyli holatda 300 kilo, 400 kilo modelimiz hisoblanadi. Vilka raqamlarigacha bor hamma yo'q. Mana dokument qilaman, provat dokument olib nima qilib, nomer taqaman degan ekanlarimizga bemalol gayiga borishlari uchun mana hammasida nimalarigacha bor. Shunday bo'lsa dokument beraveradi-da. Shu bo'lsa shuni ko'rishadi. Dokument qilib berishadi, texpasport qilib, nomer taqib berishadi. Ortiqcha qog'oz bor. Yo'q, ortiqcha boshqa narsa kerak emas. Oson bitirganda ishlari hamma modelimizda bor. Bu modelimizni hozirgi kunda narxi 10.300.000 so'mdan. Dastlabkisi vodiy bo'ylab qilib beramiz. Yana kelishtirilgan holatda narxlarni kelishtirib beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Shu 400 kilolik modelimiz 10.300.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Keyin yana bu yerda 500 kilolik modellarimiz kelgan, yangi modellarimiz. Mana shu turdagi 500 kilolik, 600 kilolik modellarimiz kelgan. Qo'l tormozlari ham bor, jitkisli mana. Balonlari ham ko'rishingiz mumkin. Sharoki katta balondan qo'yilgan mana. Sharoki katta balondan qo'yilgan, 500 ga 12 balonlar. Mana yo'llari tiyagali. Ichki qismlarni ko'rishingiz mumkin. Motorimizda miya motorlari, 1.5 miya motorli, amortizator sollari mavjud mana.
Uslinniy qilingan ekan ramalari ham. Ramalar- Hammasi двойной qo'yilgan ekan. Ramalari ham Resorlarimiz. mana uchtaliga ramadan qo'yilgan. Yonida qo'shimcha yon cho'ntaklargacha mavjud mana. Audio qismlari bor. Telefon podstavkalari ham bor. Oldi zashlik oynalarigacha bor. Bu modelimizning narxi 12 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul. Ichkarida motorlarimiz bor. Ichkarida motorlarni ham bir tanishtirib o'tamiz obunachilarimizga. Ichkarida ham motorlarimiz bor mana. Mana hozirda klientimizga chiroyli motorlar qilib berdik, xudo xolasa. Aka ma'qulmi? Mana shu juda ma'qul, xudo xolasa ishonchli narsa. Bo'ldi. Xudo xolasa kimga olmoqchi bo'lsa, eldan arzon hamma joyini so'rab, bilib, ko'rib kelganman. Shu eldan anchagina arzon hamyonbop, sifati baland, narxi arzon joy. Mana kelaverasiz. Ma'qulmi aka? Yaxshi kunlarga xizmat Xudo qilsin. xolasa juda ma'qul. Akamizga ham ushbu motorlarni Muhim akam xursand bo'ldilar, bu shu yetadi bizga. Ha. Kayfiyat ko'ryapsizlar obunachilar. Sog' bo'lsinlar. Akaga berdik, mana shuni uzumchilikka yetkazib berishib bepul qilib. Dastavkasi ham ichida hech qanday mashinaga ham haq to'lamaysizlar. Xohlasangiz Mana Islom aka bir tonnali motorlarimizdan bor. Islom aka keyingi mana modelimiz bir tonnali model hisoblanadi bu. Oldi faralari ham 6 talikda mana. Faralari ham 6 talik mana. Qo'shimcha faralarigacha bor. Kechasi ham kunduz yurganda yuraver ekanda. Bemalol yuraveradi mana. Bort uzunliklari, razmerlari 180 ga 130. Motor miya motorlari 1800 miya motor. Amazon risollar 4 tadan qo'yilgan. Ballonlari 500 ga 12 ballonli. Zapaska ballonlari, damkrat ballonlarga, damkrat zapaska nima? Damkrat ballon kirishlargacha mavjud. Mana qo'shimchalari. Akkumulyatorlari 70 li akkumulyator qo'yilgan. Bog'lar chiroyli holatda, tayyor. Bu motorimiz bahosi 13 million 700 ming so'mdan dastlabkasi vodiy bo'ylab yetkazib olib beramiz. Xo'p, keyingi modellarimiz ham bor mana. 1 tonnali modellarimiz yana. Mana 2000 miya motorli modelimiz bu. 2000 miya motorli. Motor miyalar 2000 miya motor. Amortizator risollar 4 tadan qo'yilgan. Zapaska ballonlari mavjud. Akkumulyatorlari 70 li akkumulyatordan 6 ta qo'yiladi. Xo'p, klientlarimizga yana shu narsani eslatib o'tdik. Har bitta klientimizga, mijozimizga akkumulyatorlarni yangi holatda qo'yib beramiz o'zimiz. Yangi holatda 2026-yil mahsulotga 2026-yil akkumulyator qo'yib beramiz. Hech qanday 25-yil haligi nimalar 25-yilda ishlab chiqarilgan akkumulyator qo'yib berilmaydi. Mana shu holatda ham yangi holatda, chiroyli holatda buni bahosi 15 million so'mdan. Buning bahosi 15 million so'mdan. Yetkazib borib qilib beramiz, xudo xolasa. Keyingi modelimiz bu modelimiz 600 kiloli, 700 kilo model hisoblanadi. Yangicha fasonda, yangicha holatda yetib kelgan, xudo xolasa. Miya motorlari ham 1800 miya motori. Oldilari mana bunda ajoyib ishlangan, mana faradan ko'rishingiz mumkin. 6 tali farani, mana yonga ham chiqarilgan bitta fara. Chiroyli holatda ishlangan. Yo'llari tiyagali. Yo'llar tiyagali. Motorimizning bort razmerlari 1.60 ga 1.10 razmerda. Yana bir yangi taraflari balon qismlari mana ajoyib ishlangan. 5 ta gaykali katta mashina balonidan, yumshoq balondan qo'yilgan mana. Baloniga e'tibor beringlar. Miya motorlar 1800 miya motor, amortizator risollari 4 talik. Qo'shimchalarida zapaska balonlari bor. Damkrat balon kilishlarigacha mavjud. Bu modelimizning bahosi 13 million 500 ming so'mdan dastlabkasi vodiy bo'ylab yetkazib borib beramiz. Bu yerda motorlarimiz ko'p. Xo'p, motorlarimiz bor. 13 million so'm
dan boshlanib to 15 million so'mgacha motorlar mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu modelimiz ham mana aloqaga chiqaverasizlar. 15 million so'mlik modellarimiz ham miya motorlar 2000 miya motorli. Balonlari katta balondan ishlangan mana. Katta balondan ishlangan. Mana akamiz yangi buni ko'rishyapti, xudo xolasa. Tiniq holatda. Mana fara svitlar yonishlari. Bort razmerlari 180 ga 130, miya motorlari 2000 miya motorli. GTX tormozli modelimiz. Narxi 15 million so'mdan aloqaga chiqaverasizlar. Akkumulyatorlari 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Bu yerda benzinli motorlarimiz ham bor. Mana bunday 3 g'ildirakli skuterlarimiz mavjud. Bularni keyingi videolarimizda narx-navolar bilan chiroyli tanishtirib o'tamiz. Hozirgi modelimiz esa full kabinali modelimiz hisoblanadi. Endi bu yerda mahsulot ko'pligidan to'g'risi joyda ekonom qilish maqsadida mana shu ishchi akalarimiz zich joylashtirib yuborgan. Qo'ldan kelgancha eplab chiroyli video qilib beramiz. Mana bu zavodskiy full kabinali 1 tonnali motorolimiz. Mana akkumulyatorlari 6 tali. Balonlari katta tank traktor balonli mana balonlari. Miya motorlari 1800 miya motor. Bort uzunliklari 180 ga 130, yoni tiyagali. Zo'n tikli varianti. Buni bahosi hozirgi kunda 15,5 million so'm. Kelishtirib qilib beramiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bepul. Hurmatli obunachilar, kimga mana shunday 300 kilodan to 1 tonnagacha 3 g'ildirakli motorlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga to'liq ma'lumot berib boramiz. Bizda onlayn va offlayn savdolar mavjud. Barchalaringizni Zamin savdo do'konida kutib qolamiz. Videoni yaqinlarga ulashib qo'yib, like bosish esdan chiqmasin. Doim bizni kuzatib boring. Yangiliklarimiz, keyingi videolarda ham yangiliklar chiqarib boramiz.